Qadrdonlarim, men sizlarga mana bu buchoqni nimaga bunaqa qoldilar desam, bu yaxshi mustahkam ushlash uchun qo'lni buchoqlarni tushirib tashlayapmiz. Tepalarni qo'lga oldik, pastlarini sekin olib tushyapmiz. Simlarni o'rab, o'ta baquvvat qilib chiqarib beramiz. Kolonna chiqaramiz aylantirib. Modellarga o'zimiz eski stilda taroq chiqarib berdik. Klassik usulda. Chiroyli bo'ldi mana. Vilayonlar mana xudo xolasa bitti. Suyuqloyi bilan pardozi qo'lyapti. Общий romimizda yonini aylantirib, tepasiga bitta karniz yurg'izib, yonidan taroq tashlab berdik. Juda chiroyli chiqyapti. Endi hozir leysa to'sib turibdi. Pardozdan keyin ko'rasizlar. Juda bir shikarniy holatga keladi. Zo'r bo'ladi. Xudo xolasa bu yerda dizaynini ham, tiyagalarda dizaynni ham polniy do'stim ikkalamiz Maslahat qilib, maslahat kelishib qilyapmiz. Ishlar endi xudo xolasa chiroyli. Bunaqali bosa-bos puldobas qirlarini ham hamma yo'g'ini chiroyli qilib, baquvvat sifatigacha mixlarini chiroyli qoqib sizlarning xizmatlarini mana chachlarim oqarib ketdi. keltiryapmiz. Xudo xolasa chiroyli chiqadi ishimiz. Juda